O'zbekistonga haqiqiy krizis kirib keldi. Ko'pchilik 2024-2025-yillik krizis bilan adashtiryapti. Yo'q, bu haqiqiysi bo'ladi. Bir oy oldin men uy joylarni, mashinalarni savdosi to'xtab qoldi, narxi tashlab yuboradi deb ogohlantirgan edim. Ko'pchilik ishonmagan edi. Mana savdo to'xtaganiga 1,5 oy bo'ldi. Mashinalar narxi tushishni boshladi. Endi navbat uy joyga keldi. Uy joylarning ham narxi tushishni boshlaydi. Bozorda savdo bo'lmagandan keyin puli zarur bo'lgan insonlar avtomatik uyini arzonga sotishga majbur bo'ladi. Nimaga katta blogerlar, o'sha maklerlar video qilib chiqishmayapti narx-navo o'sha tushib ketish haqida? Sababi ular yanvar-fevral oyida narx-navo oshib ketadi deb o'sha ommaga chiqib aytib qo'yishgan. Kecha oshadi deb bugun endi tushadi deysa, o'zligiga bo'lgan ishonchni yo'qotib qo'ymaslikdan qo'rqishadi va chetdan oddiy o'yinchi bo'lib kuzatishadi. Iqtisodchilarning fikriga ko'ra, krizis 2030-yilgacha davom etadi. Hozir 2 kun oldin ham Eron Isroilga 2 ta raketa uchirgan. Ukrainada ham o'sha urushlar hali ham davom etyapti. Shu kuniga odamlar o'lyapti, oddiy xalq jabr ko'ryapti. Krizis hali beri tugamaydi. Krizis paytida men aytadigan bir maslahatim ham iqtisodchi, ham realtor sifatida pulni iqtisod qilinglar, ekonom qilinglar, ortiqcha xarajatlardan saqlaninglar. Krizis paytida, savdo yurishmagan paytda ipoteka, rassrochka bo'lib to'lash, shunga o'xshagan marketinglar ko'payadi. Ortiqcha orzu-havaslarni bir chekkaga suramiz. Xarajatlarni kamaytiramiz, naqd pulni saqlashga harakat qilamiz. Oldinda bizani qanaqa qiyinchiliklar kutayotganini hech kim bilmaydi. Butun O'zbekistonda savdo to'xtab qolgan. Shu videoni nimaga uyi, mashinam sotilmayapti degan insonlarga yetib borish uchun shunchaki bitta like bosib qo'yinglar va o'sha insonlarga tanishlarga yuborib qo'yinglar.